ustoz o'zlari bilan biz bilmaymiz. Ramonjon, nimaga unaqa? Qizlarimiz faol-da. Shuning uchun Raqsga tushishi, qo'shiq aytish yaxshi qo'shiq ko'radi. aytishni yaxshi ko'radi. Faol qizlarimiz. Qizlar chiroyli ko'rinadi sahnada. Hozir oldin bir kelganda maktabdan qayerda o'qiyapmiz degan. Setda o'qiyapti. Birinchi kurs, ikkinchi. Mavluda? Assalomu alaykum. Avvalambor, men Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'ati instituti 3-kurs talabasiman. Hozirda an'anaviy xonandalik yo'nalishida o'qib kelmoqdaman. Yashang. Mana bu tezroq kelganman. Oldi ko'rmasam qiynalib qolishma. Tering o'tgan ekan. Joyingga qayta olaqa. Bak anaqa bo'lib qoldi, siqilib qoldi mana. O'tirib oling. Men Shabona jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida o'qiymiz. 1-kurs talabasimiz. Men jurnalistika yo'nalishida, bu filologiya yo'nalishida. Hozirda endi o'qishni bitirib bo'lganlar. Men bilan bular bitta institutda o'qiganmiz. Qayerda bitiribsiz? Yunus Rajabiy nomidagi. Ha. Ikkalamiz bitta an'anaviy xonandalik ikkalamiz. Ha, an'anaviy xonandalik. Barakalla. Ustoz, endi bitta sizga savol. Qizlarni hammani boshida bor, endi o'g'il bola uylansa ham yuraveradi, lekin qizlar turmushga chiqib ketsa qanaqa bo'ladi? Almashtirasizmi? Biz yaqinda o'z ozodan turmushga beramiz. Qanaqa bo'ladi demoqchi? Biz guruhini taqdiri nima bo'ladi? Men bu yildan 1-kursman, hali talabaman. Faqat institutga emas, kollejga. Kollejda. Ha, mayli, u ham bir pog'ona. Guruhda eng yoshi o'zim. U ham bir pog'ona. Lekin hozir qopsan sen o'tgan safarda. Muhammad Rizoni oyog'i sindida yaqinda o'sha uchun ozib qoldi. Bir oy uyda yotib o'yladi, siqildi. Chipuha. Oyoq sinsa gips tuzalib ketadi. Eng muhim kallang sinmasin. O'shani ehtiyot qil. Sahnada qattiq tushib. Ha. Ey, bo'ladi bunaqa harakatlar. O'zlarichi? Gapir. Gapirib o'tirsa bo'lmaydimi, hozir tamom vaqtida. Shunda endi hali maktab o'quvchisi, 11 sinfda Maktabda. Hali 11mi? 11 sinf. Nima qoldi mana 2 oy qoldi maktab bitishiga. Keyin o'qishga kirib yetib olamiz. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Bunaqa pozitiv, bunaqa yoshlar bilan ishlash qiziq har doim. Qizlar bilan, yigitlar bilan. Lekin juda qiyin bo'ladi, ustoz. Bir bilan ishlash qiyinmi? Juda ham qiyin. Kelishadimi sizlar? Yosh bolalar bilan ishlash osonroq ularga. Ular aniq maqsad. Bularda endi o'zlarini omadan Fikri bor-a? bor. Ustozlar ham aqlli. iPhone 7 bor bunda. Joyda 5-10 so'm puli bor. Gapga. O'ylab qo'yadi gapga.